tomni utepleniya qilish nimaga kerak? Men shuni tushunmayman. Ko'p klientlar uyiga boramiz, ukam tomni nima bilan utepleniya qilganim yaxshi deyshadi. Peni sepganim yaxshimi yoki bazalt qilganim yaxshimi? Tomni umuman utepleniya qilish kerak emas. Agar sizda cherdak bo'ladigan bo'lsa, plita to'sin yoki monolit tussidan utepleniya qilinadi. Nimaga? Agar siz bu yoqni himoya qiladigan bo'lsangiz, pastdan chiqayotgan issiq cherdakda qoladi-da, kupushkalarning hisobiga tarqab ketadi hamma suvli. Yozda bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, suvlikni himoya qilib qoladi, lekin cherdak qismi hech nimani muzatilmaganning hisobiga cherdak dim bo'ladi, o'shaning uchun foydasi yo'q. Tomni har bitta uyi o'zini holatiga qarab biz yechim beramiz. Mana bu yerda ham uyimizda sauna basseyn bor. Bu yerda qanaqa yechim berganmiz? Izolyatsiya qilingan 2 qavat pinaplex shaxmat расположение va ustidan 3 santimetrlik lёгкий stashka qilingan. Bu yerda pinopolistirol lampasi bo'ladi. Agar sizda to'sindan yoki plitadan utepleniya qilingan bo'lsa, lomboz qilish kerak emas. Lomboz bu eski, qadimiy qolib ketgan usul hisoblanadi. Hozir juda ham texnologiya rivojlangan. O'shaning uchun albatta siz ham Teplo Masterga murojaat qiling. Uyingizga borib, biz alohida yechim beramiz. Rahmat.